Salom, siz Animax YouTube kanalidasiz. Bugun bizda birinchi video bo'lmish bahorda chiqadigan ongoinglar, ya'ni top 5 ta bahorda chiqadigan animelar. Video boshlanishidan oldin anime yangiliklari, anime tahlili va anime olamiga boy bo'lgan ma'lumotlarni beruvchi Animax YouTube kanaliga obuna bo'ling. Va biz boshladik. Eslatib o'tamiz, bu animelar hali chiqqani yo'q. Shu uchun ma'lumotlari g'alati aytilishi mumkin. Qahramon bo'lish X. Bu dunyoda qahramonlarni xalq tanlaydi. Eng ko'p ishonchga sazovor bo'lgan qahramon esa X darajasiga ega bo'lar ekan. Bu dunyoda odamlar ishonchini ma'lumotlar bilan hisoblashi mumkin va bu qadriyatlar har kimning bilagida aks etadi. Yetarlicha ishonch ballari qo'lga kiritilsa, oddiy odamlar ham super kuchlarga ega bo'lib, dunyodan qutqarish uchun super qahramonlarga aylanishi mumkin. Biroq doim o'zgaruvchan ishonch qiymati qahramonning yo'lini noma'lum narsalarga to'la qiladi. Bu to'g'ridan to'g'ri ingliz tilidan tarjima qilindi va anime qanday bo'lishini hali biz bilmaymiz, chunki bu anime 6-aprel sanasida chiqadi, yaqin kunlarda. Lekin anime mashhur studiya tomonidan chiqarilmoqda. Shu uchun allaqachon yaxshigina animeni kutayotganlar bor. Brilliant davolovchining soyadagi hayoti. Ingliz tilidan to'g'ridan to'g'ri tarjima qilingan. Bola bir guruh sarguzashtchilar tomonidan olib ketilgan, tabib sifatida tarbiyalangan va keyin keraksiz deb tashlab yuborilgan kambag'al yetim haqidagi anime. Yigit albatta azob chekadi, lekin jamiyatga tabib foydali mavzu ekanligini tezda anglaydi. Pulli kasalxona ochadi va biznes yuritadi. Anime 3-aprelda chiqadi va siz uni allaqachon tomosha qilishni boshlashingiz mumkin. Videoni oxirida qayerdan tomosha qilishni aytaman. Tak что oxirigacha ko'ring. Yigit va qiz o'rtasida do'stlik bo'lishi mumkinmi? Yo'q, unday emas. Qishloq yuqori maktablaridan birida o'g'il va qiz abadiy do'stlikka qasamyod qilishadi. 2 yil davomida bitta orzuga birgalikda intilgan ikki kishi o'rtasidagi munosabatlar ko'p siljishsiz o'tadi. Ammo Yu o'zining o'tmishdagi birinchi sevgisi bilan uchrashganda ularning munosabatlari to'satdan o'zgara boshlaydi va davomini animeda ko'rasiz. Bu anime esa 4-aprelda chiqadi. Romantik animeni sevuvchilar buni albatta ko'rish kerak. Eng kuchli qirol ikkinchi hayotida nima qiladi? Hikoya tarixdagi eng kuchli qirol Grey haqida. Garchi u missiz kuch, boylik va shon-shuhratga ega bo'lsa-da, uning yonida hech kim yo'q edi va u hech kimga ishonmas edi. Bir kuni Grey to'satdan o'z o'limiga duch keladi va sehrli dunyoda Artur ismli kuchsiz go'dak sifatida qayta tug'iladi. Mehribon oila va hamrohlar qurshovida bo'lgan Artur bu yangi hayotda o'zining avvalgi hayotda hech qachon bilmagan quvonchlarni boshidan kechira boshlaydi. Biroq sayohat paytida uning oilasiga qaroqchilar hujum qiladi. Bu ajoyib anime 2-aprelda chiqdi. Ko'rishdan qiziq animega o'xshayapti. Shundaymi? Ko'rishni esa men albatta tavsiya etaman. Va oxirgisi Shamolni bo'ysundirish animesining 2-fasli. Bosh qahramon Haruka Sakura. Bu kuchli, ammo do'stona munosabatlarda unchalik ham yaxshi emas. Uning do'stlari yo'q edi. Shu uchun u har doim jang qilib yurar edi. O'z kuchini isbotlash uchun urinadi. Bir kuni u Bofurun deb ataladigan guruhga qo'shiladi. Bu velosiped poygachilarining jamoasi bo'lib, ular shaharni tartibda saqlash uchun jang qilishardi. Haruka u yerda yangi do'stlar topadi va o'zining haqiqiy maqsadini anglashga harakat qiladi. Anime allaqachon chiqishni boshladi. Video foydali bo'lgan bo'lsa like bosib, kanalimizga esa obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Bu Animax YouTube kanalining birinchi videosi edi. Iloji boricha sifatliroq qilishga harakat qildik. Kanalimizga obuna bo'lsangiz, keyingi videolarimizni o'tkazib yubormaysiz. Aytgancha, animelarni barchasini kommentariyadagi silka orqali Telegram kanalimizdan topishingiz mumkin yoki Telegramdan kuchukcha animelar pastki chiziqcha o'zbekchasi deb yozib topishingiz mumkin. Albatta kanalga obuna bo'ling, esdan chiqmasin yana.